Assalomu alaykum. Bugun siz bilan harakatlanish tezligi mavzusini ko'rib chiqamiz. Eng birinchi test savollarida tushadigan narsa haydovchi harakat tezligini tanlashda nimani hisobga olishi kerak. Albatta, transport vositasi va yukning xususiyatlari hisobga olinadi. Harakatning serqatnovligi hisobga olinadi. Ob-havo sharoiti hisobga olinadi, yo'l hisobga olinadi. Shunday savol tushadigan bo'lsa, javob barcha sanab o'tilgan omillar bo'ladi. Azizlar, test savollarida tushadigan eng katta maksimal tezlik bu 100 km/soat hisoblanadi. Unga faqatgina ikki turdagi transport vositalari chiqa oladi. Yengil avtomobillar va vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillari 100 tezlikka chiqa oladi. Endi qayerda chiqadi? Albatta, aholi punktlaridan tashqarida. Aholi punktlaridan tashqaridagi belgisi mana bu ko'k folli belgimiz. Ushbu belgi ta'sirida demak faqatgina ikkita transport vositasi 100 tezlikka chiqa oladi. Birinchi videoni davom ettirishdan oldin bitta e'lon aytib o'tmoqchiman. Bizda pravo olishga qiynalib yurgan, o'zlashtirishi past, nima qilsa ham esiga kirmaydigan, xotirasi past o'quvchilar uchun maxsus ekspress kurs yaratganmiz. Har bir bosqichda sizga alohida mavzular turkumi o'rgatib boriladi. Bizning bosqichli kursimiz nimani inobatga olgan? Har bir o'quvchini vaqtni olmasdan, ya'ni ko'p vaqt ketkazmasdan har bitta test savolni tushunib yechadigan darajaga yetkazish. Buning uchun bizga faqat 2 hafta vaqt yetarli bo'ladi. 2 haftada sizni hamma test savollarini bemalol tushunib ishlaydigan darajaga olib chiqa olamiz. Birinchisi yengil avtomobillar, ikkinchisi to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillari 100 tezlikda harakatlana oladi. Endi keyingisi xuddi shu belgimizda 90 km/soat tezlikka kim chiqa oladi? Bu shaharlararo qatnaydigan avtobus. Avtobuslar ikki xil bo'ladi: shahar ichi va shaharlararo. Shaharlararo avtobusimiz 90 km/soat tezlikka chiqa oladi. Endi bizda 80 km/soat tezlikka chiqa oladigan transport vositalari. Bunga faqatgina 4 ta transport vositasi harakatlana oladi. Shahar ichi avtobuslari, tirkamali yengil avtomobillar, yuk avtomobillari hamda mototsikllar. Demak, mototsikl O'zbekiston hududida mana bu ko'k folli belgimizda 80 km/soatdan oshirishi mumkin emas. Va shahar ichi avtobuslari ham 80, tirkamali yengil avtomobil 80 va yuk avtomobillari, ya'ni vazni 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillari 80 tezlikda harakatlanadi. Endi bizda navbatdagi cheklangan tezlik 70. 70 tezlikka faqatgina bir turdagi transport vositasi chiqa oladi. Bu ham yuk avtomobilining tirkamalisi. Ya'ni yuk avtomobilining o'zi 80, tirkamali yuk avtomobili 70. Tushundingizmi? Endi bizda navbatdagi tezlik 60. 60 tezlikka ikki turdagi transport vositalari chiqa oladi. Birinchisi yukxonasida odam tashiydigan transport vositalari, keyingisi bolalar guruhini tashiydigan transport vositalari. Endi navbatdagi tezligimiz 50. 50 tezlik shatakka olish uchun maksimal tezlik hisoblanadi. Ya'ni shatakka olishning qaysi turi bo'ladi? Egiluvchan bo'ladimi? Qattiqlagichda bo'ladimi yoki qisman ortish usulida bo'ladimi? Barchasi uchun maksimal tezligimiz 50 hisoblanadi. Navbatdagi tezligimiz 30. Bu maktab va maktabgacha ta'lim hududlarida 300 metrgacha bo'lgan masofada 30 km/soat tezlikdan oshmasdan harakatlanish zarur. Keyingi tezligimiz 20. Bu yo'l harakati qoidalaridagi eng minimal tezlik hisoblanadi. Bundan kam tezlik javobi yo'q. Misol uchun 10 da kim yuradi yoki 5 da kim yurishi kerak degan joy yo'q. Eng minimal bu 20. Bunga turar joy dahasida harakatlanishda 20 dan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat berilgan. Tushundingizmi? Demak, takrorlab olamiz. Bu ko'k asosli belgimizda 100 km/soat tezlikka faqatgina yengil avtomobillar hamda vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillari chiqa oladi. Keyingi tezligimiz 90 ga shaharlararo avtobusimiz chiqa oladi. Endi 80, buni 4 ta transport vositasi deb aytdik. Tirkamali yengil avtomobillar, mototsikllar, shahar ichi avtobuslari hamda yuk avtomobillari 80 tezlikda harakatlanadi. Endi 70. Yuk avtomobili agar tirkamali bo'ladigan bo'lsa, uchun maksimal tezlik 70 hisoblanadi. 60 ikkita transport vositasi, yukxonada odamlarni tashiydigan
va bolalar guruhini tashkiliy tashiydigan transportlar. 50 bu shatakka olishning istalgan usulidagi maksimal tezlik. 30 maktab va maktabgacha ta'lim hududlari oldida, 20 turar joy dahalarida. Endi bizda navbatdagi transport vositalari bor. Bular og'ir vaznli va katta o'lchamli yuklarni tashiydigan transport vositalari. Misol uchun bitta samolyotni qanotini olib ketayotgan transport vositasi. Bu do'stlar, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan kelishilgan holda ruxsat berilgan tezlikdan oshirmasdan harakatlanadi. U uchun ma'lum bir tezlik yo'q, u boradi GAI idorasiga. Unga aytishadi, shu tezlikdan oshirmasdan harakatlan. Va u transport vositasining orqa devoriga ana shu belgini osishi kerak. Misol uchun GAI unga 50 dan oshma degan bo'lsa, 50 znakini chiqarib transport vositasi orqasiga yopishtiradi yoki 30 desa 30 ni olib borib yopishtiradi. Endi o'sha tezlik cheklangan taniqlik belgisini o'rnatgan transport vositasi hech qanaqa holatda bu taniqlik belgida ko'rsatilgan tezlikdan oshirishi mumkin emas. Bo'lmasa shu mavzu bo'yicha testlarni yechishni boshlaymiz. To'xtash yo'li deb nimaga aytiladi deyapti. To'xtash yo'li bu umumiysi bo'ladi. Haydovchiga xavfning ma'lum bo'lgani paytidan boshlab tormozlash boshlangungacha degani bu reaksiya vaqti. Avtomobilda xavfni haydovchiga ma'lum bo'lgan paytidan to'la to'xtaguncha desa bu to'xtash yo'li bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, xavf ma'lum bo'lganidan to'la to'xtaguncha bosib o'tilgan masofa to'xtash yo'li deb nomlanadi. Quvib o'tishni boshlashdan oldin haydovchi shunga ishonch hosil qilishi kerakki, birinchi navbatda to'sqinlik tug'dirishi mumkin bo'lgan o'zidan keyin kelayotgan biror bir haydovchi quvib o'tishni boshlamagan bo'lishi kerak. Ikkinchi, shu bo'lakda oldinda harakatlanayotgan transport vositasi chapga burilishni boshlamagan bo'lishi kerak. Va quvib o'tishni tugallagandan so'ng oldingi bo'lakimizga qayta olishimizga ko'zimiz yetishi kerak. Shuning uchun javob barchasi. Aholi yashaydigan joylarda tirkamali yengil avtomobil. Yengil avtomobilni o'zi bo'lsa 100, tirkamali yengil avtomobil bo'lsa 80 tezlikda harakatlanadi. Qanday hollarda aholi punktidan tashqarida yengil avtomobil haydovchisiga 90 km dan yuqori tezlikda harakatlanish taqiqlanadi? Yengil mashina o'zi 100 ga chiqadi. Endi bu savolda qachon 90 dan yuqori tezlikda harakatlanish taqiqlanadi deyapti. Faqat yo'lda tezlik cheklangan belgilari o'rnatilgan bo'lsa 90 dan oshishi mumkin emas. Yoki tirkamali yengil avtomobil bo'lsa ham 90 dan oshishi mumkin emas. Agar u boshqa transportlarni shatakka olgan bo'lsa ham 90 ga chiqa olmaydi. Shuning uchun javob barchasi. Haydovchi harakat tezligini tanlashda nimani hisobga olishi kerak? Harakat serqatnovligi hisobga olinadi. Masalan, nimagaki mashina ko'p joyda siz oldingidek tez hayda olmaysiz, mashinalar xalaqit beradi. Transport vositasi va yukni xususiyati va holati ham inobatga olinadi. Yo'l va ob-havo sharoiti ham inobatga olinadi. Shuning uchun bunda ham barchasi. Qaysi transport vositasining haydovchisiga belgida ko'rsatilgan tezlik bilan harakatlanishga ruxsat berilgan? Bu yerda belgi bizga 80 ga ruxsat beryapti. Lekin yukxonasida odam tashsa u 80 ga emas, 60 ga chiqa oladi. Shuning uchun bu yerda faqat mikroavtobus haydovchisi 80 bo'yicha harakatlanadi. Javob faqat mikroavtobus haydovchisiga. Agar barcha transport vositalari 80 tezlikda harakat qilsa, hech kim qoida buzmaydi, chunki mototsiklga ruxsat bor 80 ga chiqishga, yengil avtomobilga ham, yuk avtomobiliga ham ruxsat etiladi. Javob hech kim buzmaydi. Tormoz yo'li deganda nimani tushunasiz? Endi bunda tormoz yo'lida siz tormozni bosganingizdan keyin avtomobil to'liq to'xtaguncha bosib o'tilgan masofaga aytiladi. Ya'ni haydovchi tormoz tepkisini bosgandan keyin avtomobil to'liq to'xtaguncha bosib o'tgan yo'li. Avtomobilning taniqlik belgisi bo'lganda necha tezlikda harakatlana oladi? 90 ga ruxsat bergani bilan ham bunday taniqlik belgi 70 da turibdi. Ya'ni bu mashina 70 tezlikdan yuqori tezlikda harakatlanish taqiqlanadi. Javob 70. Bunday yo'l belgisi o'rnatilgan yo'l qismlarida mototsikllar nechida yuradi deyapti. Mototsikllar uchun maksimal tezlik 80. Bunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida shaharlar aro bo'lmagan avtobus
Agar shaharlararo desa 90. Shaharlararo bo'lmagan, ya'ni shahar ichi desa 80 harakatlanadi. Aholidan tashqarida yuk avtomobili yukxonasida odam tashishda. Yukxonada odam tashishda eng yuqori tezlik bu 60. Yo'lning chapga burilishiga yaqinlashganingizda, chapga burilishidan yaqinlashyapsiz. U o'ylaganingizdan ko'ra ancha keskinroq burilish bo'lib chiqsa, siz o'ylaganingizdan keskin burilish bo'lib chiqsa, tezlikni pasaytirasiz. Ana o'shanda bemalol xavfsiz burilsa bo'ladi. Harakat tezligini kamaytirishingiz kerak. Bunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida ruxsat etilgan to'la vazn 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobili deyapti. 3,5 dan ortiq bo'lsa, eng maksimal tezlik u uchun 80. Shaharlararo qatnaydigan avtobusning haydovchisiga aholi punktlaridan tashqarida tezlikni 80 dan oshirishga ruxsat etiladimi? Shaharlararo bo'lsa 80 dan oshadi, 90 ga chiqa oladi. Ruxsat etiladi. Bunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida shaharlararo qatnaydigan avtobus. Shaharlararosi 90. Aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillar deyapti. Endi yengil avtomobil desa 100 da harakatlanadi. Tirkamali yengil avtomobil desa 80. Og'ir vaznli va katta o'lchamli yuklarni tashiyotgan transport vositalari GAI bilan, ya'ni Davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati ruxsat etganidan oshirmasdan harakatlanadi. Agar transport vositasida tezlik cheklangan taniqlik belgisi o'rnatilgan bo'lsa, bu transport vositasining haydovchisiga, ya'ni orqasiga haligi znak yopishtirilganda, misol 70 deb, 60 deb, endi u mashina belgida ko'rsatilgan tezlikdan oshirishi mumkin emas. Tushundingizmi? Transport vositasi texnik tavsifnomasida ko'rsatilgan yuqori tezlikdan oshirilishi mumkinmi? Texnik tavsifnoma bu kitobida mashinani. Siz mashinani kitobda ko'rsatilgan eng yuqori tezlikdan ham oshira olmaysiz. Eng maksimal nesi o'sha bo'ladi. Oshirilishi mumkin emas. Reaksiya vaqti tushunchasi nimani bildiradi? Endi reaksiya degani, siz yo'lda ketyapsiz, biron bir xavfni ko'rdingiz, o'sha xavfga ma'lum bir harakatlar bilan omon qolishga yoki xavfsizlikka intilasiz. O'sha paytgacha bo'lgan narsa reaksiya vaqti deyiladi. Ya'ni xavfni ko'rgandan aniq harakatni boshlagungacha bosib o'tilgan vaqt. Haydovchi xavfni ko'rgan paytidan aniq harakatlarni boshlagungacha o'tilgan vaqt. Harakat tezligini tanlashda haydovchiga nima taqiqlanadi? Ushbu qoidalarga muvofiq taniqlik belgida ko'rsatilgan tezlikdan oshirish taqiqlanadi. Keskin tormoz berish agar xavfsizlikni ta'minlash uchun talab qilinmasa, bu ham taqiqlanadi. Ikkala sanab o'tilgan harakat taqiqlanadi. Egiluvchan ulagishda shatakka olinganda, shatakka olishda do'stlar eng maksimal tezlik 50 km/soat. 108 km tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi 1 sekundda, ya'ni soniyasiga 30 metr yo'l bosib o'tadi. 72 tezlikda harakatlanayotgan transport 20 metr yo'l bosib o'tadi. Aholi punktlaridan tashqarida tirkamali yuk avtomobili. Endi biz yuk avtomobilini o'zini 80 deb o'rganganmiz. Endi tirkamali yuk avtomobili bo'lsa, u 70 bo'ladi. Kunning qorong'u vaqtida, mana shu so'zga e'tibor bering. Kunning qorong'u vaqtida harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi tezlikni tanlashda eng asosiy hal qiluvchi eng asosiy omil kunning ko'rinish sharoiti bo'ladi, yo'lni ko'rinish sharoiti. Turar joy dahalarida eng katta tezlikda, turar joy dahasidagi eng katta tezlik bu 20. Yana shu savol, turar joy dahasidagi eng katta tezlik 20. Shunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismida ruxsat etilgan to'la vazn 3,5 tonnadan oshmaydigan, mana shu so'ziga e'tibor bering. 3,5 dan oshmaydigan desa, u pashti yengil avtomobilda u. Shuning uchun u ham 100 tezlikda harakatlanadi. Harakat tezligi 2 marta oshganda tormoz yo'li 4 marta oshadi. Tushundingizmi? Harakat tezligi 2 marta oshsa, tormoz yo'li 4 marta oshadi. Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida 300 metrgacha
30 tezlikdan yuqori harakatlanish taqiqlanadi. 30 tezlik maksimalniy. Mana siz bilan harakat tezligi mavzusi bo'yicha testlarni yechib chiqdik. Buni yaxshilab o'zlashtirib, qayta videoni ko'rib, keyingi videoga o'tsangiz bo'ladi.